Hammaga assalomu alaykum. Sizlarni sun'iy intellekt orqali video qilish bo'yicha darslarda ko'rib turganimdan xursandman. Ushbu darslarda sizlar bilan qanday qilib sun'iy intellekt orqali prosmotr yig'adigan har xil kreativ videolarni qilishni o'rganamiz. Ko'pchilik ko'rgansiz, har xil Instagramlarda uchadigan, yorilib ketadigan videolar. Bular qiziqarli, lekin men sizlarga qanday qilib sota oladigan yoki prosmotr olib keladigan videolarni qilishni o'rgataman. Nega desa, sun'iy intellekt orqali qilayotgan asosiy videolar sizlar shu orqali daromad qilishingiz mumkin. Bunaqa videolar ko'plab brendlarga, har xil bizneslarga kerak bo'lishi mumkin. Instagramda bunaqa videolar aytganimdek ko'p prosmotr yig'adi. Ko'p prosmotr yig'gandan keyin akkauntingiz rivojlanib boshlaydi. Bu keyinchalik sotuvlarni oshishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunaqa videolar zo'r instrument bo'lib hisoblanadi. Bunaqa vosita orqali siz любой fantaziyangizni, kreativingizni qilishingiz mumkin. Eng muhimi, bunaqa videolarni oddiy hayotda tushirib qilaman desangiz, ancha pulingiz ketishi mumkin yoki brendlarga, bizneslarga ancha pulga tushishi mumkin. Hozir esa siz sun'iy intellekt orqali uyda o'tirgan holatda har doimgidek qisqa vaqt ichida ko'p rasxodsiz, vaqt sarflamagan holatda bunaqa videolarni qilishingiz mumkin. Keling ko'rib chiqamiz, qanaqa videolarni qilishimiz mumkin. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana birinchi video endi namuna sifatida ko'rsatmoqchiman. Shunaqa videolarni qilishingiz mumkin. Bu mana kosmetika brendi uchun qilingan. Men asosan sizlarga real narsalarni ko'rsataman, nima qilish mumkinligini, kimga sotishingiz mumkinligini. Endi bu yerda уже qo'shib qo'yilgan. Mana sumka reklamasi uchun mana shunaqa video qilingan. Tak hozir. Keyin mana qilingan. Bu yerda sumka Zara brendidan olingan. Bu odam, real odam o'zini videosi qo'yilgan. Tak, bu yerda odam o'tiribdi. Keyingi video. Bu shunaqa Kari brendi uchun video yaratilgan. Sun'iy intellekt orqali faqat video qilingan, qo'shiqlari bu avtorning o'zi bilan qo'yilgan. Qisqacha shunaqa, mana kiyim brendi uchun ham shunaqa rasmlarni qilishni, videolarni qilishni xohlasangiz, aytganimdek bu videolar yaxshi prosmotr yig'adi. Bu videoda masalan faqat ko'ylak berilgan, shu ko'ylakni kiyilgan holatda model shunaqa video qilingan. Bu hozir oddiyroq misollarni, mana shunaqa misollarni biz qilishni o'rganamiz. Sizga hozir hayratda qoldiradigan video ko'rsatmoqchiman. Qaysi darajagacha kelish mumkin? To'g'risini aytaman, men o'zim hali bu darajaga kelmadim. Sizlarga har doim bitta namuna sifatida ko'rsatmoqchiman. Sun'iy intellekt orqali qilingan video qay darajada bo'lishi mumkinligini bilishingiz uchun. Bu narsa sizning miyangizni расширение qiladi. Bu video Amerikadagi professionallar bilan yaratilgan, oldin rasm qilingan, keyin videoga sun'iy intellekt orqali qilingan. Hozir bu texnologiyani chuqurroq tushuntiraman, lekin hozir ko'rsatmoqchiman sizlarni ilhomlantirish uchun. Qani ketdik, ko'ramiz. I have been called many names.
For centuries, I silently watched beneath the twin suns. With the dawn of the jewel eclipse, my time has finally come. The Black Sun has spoken. The throne is empty, and they devour each other in greed and fear like savage beasts. For too long, we wandered among the stars barren. We shall harness the Black Sun's power and restore our empire to its former glory. You call me cruel, yet you enslave each other, lead wars over nothing, and abandon the suffering. I will choose the worthy among you to become my brandon and prepare for our master's arrival. When the dual eclipse aligns, we will stand. Tak, bu videoni отдельно sizlarga jo'natib qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, maksimalniy kino formatida qilingan bu Black Sun degan film uchun treyler. Lekin bir narsa aytaman, bu jarayondagi ko'rgan barcha odamlaringiz, boshqasi hayotda yo'li, bular hammasi sun'iy orqali qilingan. Endi qanaqa qilib bunaqa video qilinadi? Oldin siz rasm yaratasiz. Rasmning asosida rasmdagi odamlarni yuritib berdingiz. Keyin shu videolarni birga yig'asiz. Keyin oзвучка qilasiz, qo'shiq qo'yasiz. Полноценный sizda video tayyor bo'ladi. То есть hozir sizlarga nima orqali va qanaqa qilinishini hozir tushuntirib beraman. Birinchi mana shu darsimizda biz sizlar bilan qaysi platforma, qanaqa imkoniyatlari bor ko'rib chiqamiz. Keyingi darsda men o'zim sizlarga noldan video 5-10 sekundli yaratamiz. Shuni ko'rsatib beraman. Tak, ketdik unda. Platformaning nomi Kling AI. Kling AI deb Google ga yozsangizlar, sразу endi Kling AI chiqadi. Mana klingai.com saytiga kirasizlar. Kirayotgan jarayonda sizga sразу 160 ta kredit beraman. Anaqa 3 kunlik versiyasini ishlatish uchun deydi. То есть sразу chegirma beradi. 3 kun ishlatsang deb. Boshida har doimgidek registratsiya qilamiz. Registratsiya qilayotganingizda Apple orqali yoki Google orqali deb chiqadi. Bizlar, конечно же, anaqa Gmail pochta orqali qilamiz. Продолжить deb bosamiz. Kirgan jarayonda sizga sразу endi menda mana bu yerda уже ketkizilgan ballarim, no 200 atrofida 100 yoki 200 atrofida ballarni beradi. Hozir esimda yo'q. Mana shunaqa platforma bu Kling AI video yaratish uchun platforma. Hozir sizga to'liq aytib beraman, nima qilsa bo'ladi bu platformada. Davaychi bu yoqqa o'tamiz. Bu platformada oldin tariflarni keling ko'rib chiqamiz. Oylik tariflar oyiga $7 bor, $33 bor, $65 bor. $7 sizga qaranglar. Bu platformada kredit sistemasi ishlaydi. То есть определенный ballar berilgan, har bir video uchun 20 balldan 30 ballgacha oladi sizdan. 5 sekundlik uchun 20 ball oladi, 10 sekundlik video uchun 35-40 ball olishi mumkin. Mana $7 ga sizga 660 kredit beradi. Oldindan sразу aytaman, 660 kredit bu 660 ni 30 ga bo'ladigan bo'lsa, 20 ta 5 sekundlik video. 20 ta 5 sekundlik video degani bu 100 sekundlik video qila olasiz. Bu 1,5 minutli videoga $7 ketadi. Lekin bitta hozir ko'rasizlar, videoni qilish uchun 1-2 marta qilishingiz mumkin. Shuning uchun 1 minutli video desak ham bo'ladi. Keyin $32 tarif bu sizda 3000 kredit beradi. 3000 kredit degani bu 3000 ni mana 30 ga bo'laylik. Shunda sizga 100 ta 5 sekundlik nima beradi? Demak,
500 sekund bu 9-10 minutli video atrofida qilishingiz mumkin agar hammasini to'g'ri qiladigan bo'lsangiz. Endi xatolar bilan hisoblaydigan bo'lsak, har doimgidek 5-6 minutli videoni chiqarsa bo'ladi. Конечно же, qimmatroq varianti arzonroq tushadi. Qaranglar, birinchi oyga yozib qo'ygan muhim narsasi, birinchi oy $7 keyingi oydan $8 olib boshlaydi. Bu birinchi oyda $32 oladi, keyingi oylarda $37 tushadi o'zi. Mana $65, keyingi oydan $80 ga qilib beradi. Shuning uchun tarifni tanlayotganda e'tiborli bo'linglar. Nega desa, bu platforma Cree.ai rasmga qaraganda ko'proq anaqa ballaringizni yeb qo'yadi. Shuning uchun o'rgangan holatda ishlating. Nega desa, o'rganib keyin ishlatsangiz kamroq xato qilasiz. Endi keling platformaga o'tamiz. Platformada nimalar bor? Bu platformada sizlar rasmlarni yaratishingiz mumkin. Qisqacha tushuntirib o'taman. Bu funksiyasini har bir haqida отдельно keyin gaplashib beraman. Tekstni rasmga qilsa bo'ladi. Bu orqali nima zo'r ishlaydi? Qandaydir odamni rasmini tashlab, shuni o'zgartir desangiz, sizga o'zgartirib qilib beradi. Keyin AI Virtual Try-on degan funksiya, bu funksiya sizga qandaydir model qilib, ustiga kiyim anaqa qilsa bo'ladi. To есть mana kiyim deysiz, kiygizasiz, sizga bu odamga mana shu kiyimni kiygizib berishi mumkin. Yoki o'zingiz xohlagan kiyimni ustiga kiygizib beradi. Bu yerda rasm, video emas. Endi keling, videoga o'tamiz. Nega desa, biz video uchun kelganmiz. Buni sizlar o'zlaringiz qilib ko'rishlaringiz mumkin. Bu haqida отдельно hali video chiqaraman. Bizlar asosan hozir video haqida gaplashamiz. Mana ko'rib turganingiz jarayonda bu yerda har xil misollar keltirilgan, qanaqa video qilish mumkinligini. Bu zo'r jarayon. Hozir buni ham tushuntirib beraman. Oldin nima qilish mumkinligini ko'rsatib bering. AI videosiga o'tamiz. Bu yerda sizlar video yaratasizlar. Qaranglar. Bu jarayonda sizga nimalar mavjud? Mana bu yerda ballaringiz, mana bu yerda qaysi modelni ishlatayotganlaringizni ko'rsatib beradi. Mana bizlar eng oxirgisi bu Kling 1.6. Mana shuni ishlataman. Bu jarayonda qarang. Tekst, matn yozib video qilishingiz mumkin. Bu qiyinroq jarayon. Buni men hozir o'rgatmayman. Nega desa, sizlar o'sha rasm yaratishni bilasizlar. Rasmning asosida video yaratishni hozir o'rganamiz. Keyin lip sync degan bor. Bu yerda oldin ko'rgan videolaringizda Heigenni o'rgatgandim. Heigen orqali avatar yaratib, uni gaplatishni. Hozir Kling AI dan ushbu funksiya chiqqan. Sizni gapingizga qarab, labingizni qimirlatib beradi. Lekin bu funksiyani ham отдельно ko'rib chiqamiz. Hozir esa image to video ga o'tamiz. Image video to video ga o'tayotganda, rasmdan video yaratadigan jarayonda sizda 3 ta funksiya mavjud. Frames, elements, effects. Effectsni hozir qisqacha sразу tushuntirib beraman. Mana effectsda siz qandaydir rasm yuklaysiz. Mana Instagramda ko'rgan rasmlar mana bunaqa bir narsani olib o'zgartirib beradi-ku. Mana shu effekt video. Yoki mana hozir mushukchani anaqa qilib beradi, tippi qilib. Yaxshi, keyin mana yoki odamni olib anaqa bo'g'irsoqdek, anaqa xamirdek qilib beradi yoki mashinani olib uchirib berish. To есть bu osongina. Mana shuni bosasiz, rasmni yuklaysiz va generate ni bosasiz. Sразу sizga qilib beradi. Bizlar hozir sizlar bilan frames ni ko'rib chiqamiz. Frames da ham mana bu yerda misollar bor. Massaga o'sha tayyorlab qo'yibman. Frames nima qila oladi? Bu yerda masalan bizlar mana bu yerga qaramay turinglar. Bizlar ikkita rasm yuklaymiz. Boshlanish deb mana bu rasmni yuklaymiz, tugash kerak deb mana bu rasmni yuklaymiz. Keyin masalan mana bu yozganmiz. Anaqa rasmning yonida qor qilingan, odamlar shu qorda o'ynab yuribdi, yonida yuribdi deb yozilgan. Keyin aytibdi, to что keyingi
rasmda odamlar o'tirganini qilib berdibdi. Mana qaranglar. Funksiyalar bo'yicha tushuntiraman. Mana bu yerda rasm yuklaysiz yoki bitta rasm, uni qimmatlatishni so'raysiz yoki ikkita rasm tugaydigan rasm bilan. Keyin mana bu yerga prompt yoziladi. Prompt yozishni ham отдельный keyingi darsda tushuntirib beraman. Hozir misol sifatida sizga ko'rsatib bermoqchiman. Keyin mana bu yerda settings, creativity, standard mode yoki professional mode, 5 sekund yoki 10 sekundli. 10 sekundli video har doim ko'proq mana 70 kredit, mana bu yerda 5 kredit. Boshida harakat qilinglar standart modni ishlatishga. Standart mod arzonroq turadi, kamroq ballingizni yeydi. Generate count har doim 1, 2-3 ta qilmanglar, ballaringizni sразу yeb qo'yadi. Negativniy prompt qanaqa xohlamasdingiz video chiqishi. Bu yerga hech nima yozmaymiz hali. Endi mana shu bor, mana bu video bor. Biz prompt yozdik. Osongina. Keyin generate ni bosasiz. Bosgandan keyin mana shunaqa video sizga tayyor bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman, nima chiqdi bizda. Mana odamlar yurayotganini yozgandim. Keyingi videoda bular turganini yozgandim. Bu hammasi mana 5 sekundli video, ikkita rasm, shunaqa video tayyor bo'ldi. Endi keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolda bizda bitta rasm yuklangan. Bu rasmda nima deb aytilgan? Kichkina anaqa ismi yodimdan chiqdi. Hamster ruscha, o'zbekchada, inglizchada yotibdi. Atrofida suv borib kelyapti. Kamera qanaqa yurishini ham yozdik. Endi prompt bo'yicha отдельный keyingi darsda tushuntiraman. Har doimgidek shu anaqalar. Mana bosdik generate ni. Bizda mana yotgan joyida video mana shunaqa bo'lyapti. То есть qaranglar, prosta rasmdan mana shunaqa video birga bir real. То есть bu videoni ko'rgan odam real emas deb o'ylamaydi. Hammasi real bo'lib ko'rinadi. Keyingiga o'tamiz. Masalan, siz boshida bunaqa odam, keyin uni qo'lidan olov chiqayotganini qilamiz. Mana bu yozilgan odam mana shu yonadigan odamga aylanadi deb qilingan, generate qilamiz. Mana menda sразу qilinganini ko'rsatyapman sizga. Mana odam turyapti, keyin qo'lida olov bo'lib nimaga o'tib ketyapti. То есть qandaydir mana shunaqa переход effekt bo'lib kelyapti. Qaranglar, qanday zo'r. Как бы bunaqa video asosan 30-1 minutga yaratib beriladi. Hozir sizga u jarayonni ko'rsatmadim. Sizga sразу tayyorni ko'rsatyapman. Video yaratish sразу tez bo'lmaydi rasmdagidek. Ancha vaqt oladi. То есть bir paytlari menda 1-2 minut ham olib qolishi mumkin. Qiyinroq prompt bersangiz. Men sizga hozir frames deganini ko'rsatib berdim. Xohlasangiz bitta rasm nima qilayotganini yozasiz. Yoki xohlasangiz boshlanishi bunaqa, tugashi bunaqa bo'lishi kerak deb prompt yozasiz. Endi prompt yozishni aytganimda keyingi darsda tushuntiraman. Endi elements deganga o'tamiz. Elementsda siz 2-3 ta rasmni yuklab, menga video qilib ber deyishingiz mumkin. Hozir uni sizga Klingning o'zining instruksiyasi bo'yicha tushuntirib beraman. Endi ko'p ball ketkazmash uchun o'chi shu yerda ko'rsatganim yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ayol rasmini yuklaymiz, keyin mana shunaqa korona yuklaymiz, mana shunaqa podium. Promptda yozilgan. Ayol podiumda mana shunaqa kiyimni, to есть anaqa koronani kiyayotganini yurgizib ber deganmiz. Mana shunaqa video bo'lyapti. Yurib kelyapti. Kamera mana shu yuqoridan olayotgan deb yozilgan. O'zi qarab ko'rib turgan bo'lsangiz, prompt unaqa qiyin emas, osongina yozilgan. Unaqa katta promptlar yozilmagan. Prompt yozishni ham aytaman, tushuntiraman. Shoshilmanglar. Hozir qanaqa funksiyalar borligini tushuntirmoqchiman. Keyingi masalan, misol. Mushuk, kiyim, ochki. Bu yerda yozilgan mushuk ochki bilan mana shu kurtkani kiyayotganini qilib berdi. Ko'rib turganingizdek, osongina, to есть har xil kiyim brendi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bemalol shunaqa videolarni qilishingiz mumkin. Yoki mana kichkina anaqa
it shunaqa kurtkani kiyayotganini ko'rsatib berganmiz. O'z qo'llaridan nima qilib o'tirganini yozganmiz. Osongina. Ili masalan mana 3 ta rasm yuklangan, bular kofe ichib o'tirganini ko'rsatib berdi deyilgan. Mana ko'rib turganingizdek. То есть bu yerda prompt oson, kim nima qilib o'tirganini aytishingiz kerak, и все. Qolganini sun'iy intellekt tushunadi, sizga qilib beradi. Undan tashqari mana bu yerda bitta shaxs bilan har xil narsalar bilan qildik. Aytganimdek, har xil brendlar uchun qilsangiz bo'ladi. No, agar sizda ikkita odam bilan qilmoqchisiz, buni ham qilsa bo'ladi. Mana ikkita odam qilingan, bir-birini quchoqlab turganini qilib berdi deyilgan. Mana ko'rib turganingizdek, bir-birini quchoqlayapti. Bunaqa videolarni Instagramda ko'p ko'rgansiz deb o'ylayman. Yoki mana bola bunaqa Pegasus ot buni ustida uchib kelayotganini qilib berdigan. Mana ko'rib turganingizdek, uchib kelyapti. Yoki mana mulchashni ikkita bir-birini quchoqlayotganini qilingan. Bir-birini gaplashayotganini ko'rsatib berdi degan, mana qilyapti. Undan tashqari aytganimdek effektlar bor. Mana boshida ko'rsatdim. Mana bu odamni bo'g'irsoqdek qilayotgan yoki quyoncha uchib ketayotganligi. Bu ham hammasi maksimal realistik. Bu element funksiyasi shunaqa narsalardan iborat. Siz ham shu narsalarni qila olasiz. Ushbu darsda sizlar bilan asosiy Kling AI funksiyalarini ko'rib chiqdik. Nima qila olishini ko'rib chiqdik. Keyingi darsda sizlar bilan to'liq noldan men Kling AI orqali video yaratishni ko'rsatib beraman. Qanday qilib promptlar yozishni aytib beraman. Rahmat, keyingi videoga o'tishingiz mumkin.